Assalomu alaykum. Mana bugun biz kredit olgandik Agrobankimizdan. Ravqon haqi. Mana tikishlar boshladik. Ko'rpachalarimiz, yostiqlarimiz, parko'rpalarimiz tikishni boshlaganmiz. Oilaviy biznes tadbirkorlik Agrobankimizga rahmat. Ravqon fuqarolariga, raisimizga rahmat aytamiz. Mana biznesimizni boshlab oldik. Xudo xolasa yanada kattaroq qilishga niyatimiz bor. Odamlar ishlatib, xalqimizga yordam, o'zimizga ham nima deymiz? Rahmat kredit ajratganlaring uchun. Foydasi bor, mana foydalanyapmiz. Xudo xolasa kelajakda kattaroq qilib six ochmoqchimiz. Niyatimiz shunaqa. Rahmat sizlarga.